Marketing va TikTok qurboni bitta brenddan shuncha rumyana sotib oldi. Endi xulosa qilamiz, stoyitmi, ne stoyitmi? O'tgan yili bu rumyanalar Olivia'da eng ko'p sotilgan rumyanalar edi. Rumyana va pomada dva в одном. Matoviy rang tugashi juda qiyin. Bu yil shularning glyansoviy varianti chiqdi. Yaltirashini qarang. Blesk для gubni rumyanadagi surgandek bo'lasiz. Manda custard degan rangi, ya'ni blesk для gub surgandek. Okey, kimga to'g'ri keladi? Agar sizga juda yorqin ranglar yoqsa, bu to'g'ri kelmasa kerak. Juda past pigmentированный. Lekin menga o'xshab qo'lingiz boshqa joydan o'tsa, xato qilib qo'yish juda qiyin. Chunki rangi unaqa o'tkirmas. Agar sizga bunaqa glyanets emas, bo'lib matoviy qiz bo'lsangiz, unda ham to'g'ri kelmasa kerak. Buni juda katta minusi bor, любой relyefni sezdiradi. Chunki men именно mana shu joylarni pudra bilan blurrit qilaman. Bo'ralar sezilmasligi uchun. Endi matoviysini ham ko'raylik. Bularning rangi juda o'tkir. Narxi $14 dan olgandim. Menga u ham bu ham yoqadi. Matoviyni ko'proq qishda, ayozga bunaqa glyanets highlighteri juda xafa qildi. UV lampada qarasam, SPF'imni yeb bordi. Shuning uchun buni uncha ishlatmayman. SPF muhimmi, make-up muhimmi? Va siz qaysi birini ishlatib ko'rgan bo'lardingiz?